Demak, bemor yoshi nechida opasiz yoshingizni aytib qo'ying. 45 yoshdagi opamiz kelgan, Samarqanddan bu kishi, Pastarg'omdan. Xo'p, bemori asosan ko'proq qiynayotgan narsa xronический bronxit. Necha yildan beri? Почти 5 yil bo'ldimi? 5 yildan beri kuchli yo'tal bronxit bilan keladi. Buning uchun endi bu kishini nimasini oldin ertalab qilganlik, tomoqdan bronxga ukol qilamiz, tez ta'sir qilishi. Yo'tali to'xtadi уже, menimcha, yaxshimi bu? Kecha uyqular vizitalik bo'lmadimi? Kechagidan bugun yaxshi уже. Endi bu kishini asosan bundan tashqari bo'yin mumiqidagi muammasi bor, nevrologik simptomlar mana. Osteoxondrozda. Qo'lda uyish bormi ikkalasida? Bor, ikkalasida ham bor. Shuning uchun bular qatnaganning foydasi o'sha joylarga tezroq nimalarni yo'qotadi. Uyishish, qaraqlik og'riqlarni. Mana bu yerda bormi og'riqingiz? Bor, mana. Bu chizish shart emas, chunki o'zimiz qilamiz buni. Chizish faqat kimga kerak? Yangi qilayotgan doktorlarga kerak bo'ladi. Yoki mestralarga keling. Tepaga qarab spirtni barting. Sal yaqinroq qo'yavering. Chap qo'l, o'ng qo'l farqi yo'q mana bismillah. Bosh bo'yingiz bersin. Xo'p. Bormi shu og'riqingiz mana? Bor, ha? Bo'yningiz qotib qoladi, ukoldan keyin. Yana meni so'kib bermang. Doktor, meni dabdala qildingiz. Lekin 2-3 kunda shunaqa yengil bo'lasiz. Bo'yningizda 180 gradusga burasiz opajon, mana bunaqa. Tushunarlimi? Endi sog' bo'ling, ketavering.